Aviatsiyada birgina xato va yuzlab insonlar hayoti xavf ostida. Sizningcha bu qaysi ish? Ko'pchilik pilot deb o'ylashadi, lekin eng yuqori stress bu birinchi o'rinda dispetcherlarda. Ular har soniya o'nlab samolyotlarni boshqarishadi. Tezlik, balandlik va masofa ularning qo'lida. Bitta noto'g'ri qaror orqali samolyot to'qnashib ketishi mumkin. Ha, siz kutganingizdek ikkinchi o'rin bu pilot hisoblanadi. Ob-havo, texnik muammo, bosim bularning hammasi katta stress olib keladi. Har parvoz katta mas'uliyat talab qiladi. Uchinchi o'rinda bu aviatsiya mexaniklar hisoblanadi. Siz tekshirgan har bir detal parvoz xavfsizligiga ta'sir qiladi. Bu uchala soha ham maksimal diqqat va sovuqqonlik talab qiladi. Lekin shuni unutmang, katta stress ortida katta daromad va kuchli karyera turadi. Shunga o'xshagan videolarni ko'rishni xohlasangiz, obuna bo'lib qo'ying.